Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak Yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarini biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilen Şinjan El-Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyot Çeklik Şirketi strategik hamkorlashgan. Sizlarga köptün köp rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Köp minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mu ko'ra olasiz. İnternet tori bizga nurg'un qulayliklarni olib keldi. Tordan yaxshi foydalanishni o'rganaylik. Yaxshi tor fuqarosi bo'lib, aktiv energiya taqitaylik. Bu inimizniki qobiliyatiga qoyil bo'lib aylandim. Endi men bu rap uslubida bir asar chiqarib baxmagan bo'lsam bu xiyollar bor menda. Rapni qo'llash, shuning bilan bir chiqishib beqish o'zaro. Siz zaman nafasdan ilishingiz uchun shuncha turaqliq bo'ldi. O'zingmi mushu rapqa lekin yomon uslub ketib qolsa. Oxirgi tanlashing? Mening oxirgi tanlashim Mevlam Ömtübem abi. Mayirimiz G'olibjon G'ulam Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandi. O'zingizga xos naqsh aytish uslubi bilan sahnimizga yurak sadoringizni elib kelib, ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga yana davomli omad tilaymiz. Men sahnaga chiqqan vaqtimda o'zimniki teksim jiq bo'lgan ekan, tekstlarimni unutib qolaman deb ansirgan. Lekin o'ngishli bo'ldi. Mevlam Memtimin ma'lum tanladim. Ikkinchi qaror musobaqada men cho'qim Mevlam Memtimin ma'lumdan chiq narsa o'rganib, texmo yaxshi bo'lgan ijodimni sahnaga chiqaman. G'olibning bu rap naqshi bizning naq maydonimizni nihoyat yuqori kayfiyatga, hayajonga cho'mdiribdi. Men bu shu hayajonim bilan o'rindiqimda aylandim. Rap naqshlarda boshqa uslubdagi naqshlarga o'xshash undaq go'zal melodiyalar bo'lmasa-mu, lekin shu melodiyasi bor naqshlar ifodalanmaydigan, shunday qizg'in hissiyotlarni ifodalaydi. Ondan yana kelib rap naqshlarni mana hozir G'olib aytgandek, mandaq aytish uchun nurg'un izlanish, nurg'un tirishchilik, nurg'un mashq ketadi. Eng muhimi rap naqshlarning asosan ijodiy xarakterlik naqshlar bo'ldi bular. Naqshlarni asosan o'zi yozdi. Men mushu G'olibga o'xshash yoshlarning, mushu yangilikqa intilguchilarning, o'zining yurak sadosiga quloq soluvchilarning qo'llag'uchisi deb o'ylayman o'zimni. Adash yaqindan beri teram shunda qurg'oqlashib faqat maysanmaydan bo'lib qoldi. Buni qanday qilsam bo'lar? Sadafning Warstar markasidagi grim suyini ishlatda yuzing sutiliq qotliq qolmasdan chaplaqning rolini o'ynaydi. Yana bir naqshni anglayli billah. Jultuzluq kecha. Mening ismim İskender Anvar, o'zim Ko'ril Bugurdan, mening o'qigan kasbim bo'lsa madaniyat boshqarish. Mening hozir shug'ullanayotgan xizmatim muzika tritlarida bas gitar chalish, naqsh o'rindash. Kichigim cho'nglarning deb berishicha, men cho'ng dadamning shu harbiylik qatnashgan vaqtlarda muzika chaldigan to'q, shuni ta'sirida bo'lgandan keyin bizning oiladagi birdan-bir muzika bilan shug'ullangan birdan-bir odamga aylanib qoldim. Do'stlarimizning meni qo'llab-quvvatlab berishiga umid qilmay, qolganini sahanda ko'rishaylik. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
Gözlerimden akar taranlap yaşlar. Arman bilen bulup sersane, yıldız bilen sırtışıp her dünde. Talay keçesi nefsini, gözlerinden akar taranlap yaşlar. Arman bilen bulup sersane, yıldız bilen sırtışıp her dünde. Talay keçesi nefsini, külürümü yalap çimirlap yultuz. Cimcitine biri teselli, mutluluk akşam gider girak giraka. Arman bilen sığınır seni, görsem yıldız gülgen keçide. Mumlarımı döküp ben sana, sana versem cin söygümün akşamını. Yıldız gibi gülsen sen bana, külürümü yalap çimirlap yultuz. Biri teselli, mutluluk akşam gider girak giraka. Ümitler silinir seni, külürümü yalap çimirlap yultuz. Cimcitine biri teselli, mutluluk akşam gider girak giraka. Arman bilen sığınır seni, sığınır seni, sığınır seni. Yaxshi sizlar ustozlar. Men ismim İskender Enver, o'zim Ko'rli-Bugurdan. Xo'p, biz intayin xo'sh bulduk Aygül Malımның siz üçün o'rindiq aylandığınıdan. Biz Aygül Malımның gibini anglaylı. Shunda yaxshi o'rindadingiz, qolganini yana biz yana nurg'un ishlarni qilib ketalaymiz. To'g'rimi? Kasb jihatdan bo'lsin, mayli ovoz jihatdan bo'lsin, muzikalar jihatdan bo'lsin, asar tanlash jihatdan bo'lsin, yana nurg'un ishlarni qilalaymiz. Yaxshi ma'lumga erishganligingiz bilan tabriklaymiz. Mübarek bolsun. Mahirimiz İskender Enver, Aygül Gulam Qaydu gruppasiga tanlandi. Hammamiz yiqimliq naqshlarni anglashni xohlaymiz. Yurakdan chiqqan naqshlar yurakka boradi. Albatta, o'rliqchining saviyasimi intayin muhim. Chunki yaxshi so'z yaxshi odamga mansub. Yaxshilarga yaxshi qo'llar sunulsin. Yaxshi yo'llarda chiroyli gullar unsin. Yaxshi yo'lingizning dog'dan bo'lishini umid qilamiz. 4-qara İpek yo'l sadosida qatnashib, naqshamni aytib hozir tushdim. Beshi tamtirashlar bo'ldi. Keyindan Aygül Malım o'lgandan keyin hayajonlikida shunda xo'sh bo'lib minib tushdim. Hamda Aygül Malımning
yeteklishida cho'qim yaxshi natijalar, sistemlik o'rganishlar bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi ishlarimga taxmo o'zimni ulinib puxtalayman, yaxshi natijalarni olishga tirishaman. İskender naqshi aytgan vaqtda men İskenderdagi sahnaga pishqan, o'zini to'xtatib olgan, anandan keyin o'zining bir o'ziga xos bo'lgan qarashlarning borligini his qildim. Lekin ba'zi mahirlarimiz endi qandaq asar tanlashni bilmaganlik sababidan ma'lumlar hammasi bas-basda talash fursatiga ega bo'lamay qoldi. Chunki bu musobaqaga tanlaydigan asarlar bilan mau kichik tipdagi faoliyatlarga tanlaydigan asarlar o'xshamaydi. Shuningga mening mushtaq mahirlarga tavsiyam iloji bor shunaq musobaqaga to'g'ri kelgan, mos kelgan asarlarni tanlasa deb. Apa? Ha, buldu. Ma'qul. Ha, ma'qul. Apa telefon qildi-da. Ha, ma kechdi. Qayduning lamponidan g'ish keldi. Men shu lamponi pek yoqtirib deyman. Undan sanama biraqla g'ish kelmandimi? Kechdan g'ish keldi. Ashtaqlar. Aygül qaysi naqshni e'lon qila? Mening o'ylaganimda endi Chungoy Sulyanto degan naqshi bor ekan. Mening ismim Yarmamat Ushturpan Naisdan keldim. Kichikimdan boshlab naqshga bo'lgan qiziqishim bilan to'xtamasdan tirishib shu maktabdagi faoliyatlarga qatnashib, har turli muzika, naqsh kurjiklarga qatnashib, oxirida 2015-yili Şinjan san'at sho'yanining naqsh kasbiga qabul qilinib, bu yil texnik maktab bitirdim. Shu necha yil o'qish jarayonida nurg'unlagan qiyinchiliklarga yo'liqdim. Chunki men to'liq o'tirdan kelgan bo'lganligim uchun nota jihatdagi naqshning nazariya jihatdagi bilimlariga biroz ojizlik qilib, keyin tirish orqali maktabni g'alabalik bitirib, yana bu qatimlik ham 4-qaror Yipaklik yo'li sadasi tizimlatdim. 3000 mahir orasidagi 100 kuchlik mahirning birisi bo'lib tanlanibdi. Men shunda xush bo'ldim. 5 yil maktabda o'qish hayotimda muqam o'rinlash kasbi va go'zal ovoz kasbida tarbiyalandim. Bu qatimlik programma shu. Men tunji qatim qatnashgan program bo'lib hisoblandi. Bu qatimlik programmag'mi men shu o'zimning maktabda o'rgangan, ya'ni shu opera, ya'ni go'zal ovoz uslubidagi naqsh bilan keldim. Burun maktabdagi o'qituvchilarning tarbiyasini olgan bo'lsam, bu qatim shu programmadagi bog'lovchi ustozlarning bahosini anglab beqish uchun bu qatim shu programmaga qatnashdim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Mare quanto bello, spera tanto sentimento, come tuo attinamento, cascitato paesuna. Guarda sto giardino, senti sciure arance, no profumo così fino. Dentan corre se ne va e tu dishlo partadeno ta lontana da soccorre da sta terra dell'amore te ne corre non torna ma non me sto tormento torna sorrento fammi camba
partadeno da lontana rasto corre da sta terra dell'amore che ne corre non torna ma non me la sa non dar más tu tormento torna sorrento famma tu tormento torna sorrento famma Özüňni birden besöýläňler valla. Tayyorli bo'lib qolgan bola ekan bu. İsmim Yarmamat. Bu yıl naqsh kasbini bitirdim. Ayşegül muallimning o'quvchisi. Hozircha xizmat saqlab degandek. Xizmat saqlab imtihon berib. O 3 turpanlıqki. O 3 turpandım yaqında bir turkum naqshchilar chiqyapti. Yaman no'chilari Abdulla akamning tunji shogirdi Yusufjon mush degandan. Vaa, nima degan katta ha vallahi. Nima dedi? Men nima dedi? Hal bo'lish tegishlik narsalarning hammasi hal bo'lib bo'pti. Mayli to'van ovoz. Demak siz tarixsizning. Yo, to'xtanglar yo'ldosh, to'xtanglar. Ma ustozlarning aka dana mavalqi o'rilish tarbiya. Hal bo'lish tegishlik hammasi hal bo'lmabdi. Xizmat hal bo'lmabdi. Hal bo'lish tegishlik narsa hal bo'ldi degan gap Aygulning xizmati qolmadi degan gap bu yerda. To'g'ri, qaytirib olsangiz o'qidek menga to'g'ri. Aygulga ish yo'q, boshqalarga ish bor degan gap bu yerda hozir. Men asli-chu ha deganni o'rmak istadim. Ash ha bilan tan basmoqchi. Uni desang, shu Aygül degan naqshning ismini anglab aylanib olgan. Yo'q, Aygül eng oxirida aylanib deyman. Xilo huzurlanib, shu bir ko'migan holatga tuyg'unni resmi aylandik. Ha, shundami? Demak, men shu sizning ovozingizni beshini anglabla basmoq istadim. Salliqi bek tentekkan, bek ichki o'rildi ekan deb qolmasin deb. Ya'ni isil bo'lib, yana isil bo'lib, oxir chidamay yana shu birinchi kubli tugab bo'g'ish o'rilib etdim. Rahmat. Bu benim sizning ovozingizni yaxshi ko'rganim ham e'tirof qilganim. Ma esingiz bo'lsin, ha? Birinchidan. Ikkinchidan bayam Aygul muallim biz gap boshlashdan oldinlarliqcho aldirablarliq deb tugitib etdi gapni. Men qiqidek ish qolmabdi deydi. Lekin men demakchi bo'lganam ovoziga hal bo'lish deyish narsa yo'qdi deganimchi. Demak hal bo'pti. Lekin hal bo'lmagan masala bor. İkimiz hal qiladigan masala bormi, yo'qmi? Albatta bor. Ha, unda bo'lsa, boshqa ustozlarning gapi bo'lsa, qasbishni anglab etib, yenib kelaman. Tayyor qajab amroq kelsizlar. Men endi bu naqshi boshlanganda aka. Bu naqshi boshlanib birinchi misra boshlangandan keyin buning o'rilmaydiganga haqqim yo'q meni. Zodi o'rilishim kerak deb o'rildim. Ama Nurg'u yaxshi güzel planlarni qilgash anladım Cuma aka. Buni ham yenim ayrim o'zim deyman da buni. Oxir demayman, o'zim ayrim deyishimiz, ama yaxshi güzel planlarni qildim. Ama shu güzel bir melodiya uchun, shu yaxshi o'rindoq uchun albatta o'rildigan haqqim bor deb turib o'rildim ukam, ha? Rahmat. Qag'inda yana so'zlar o'zi ayrim deydigan bo'ldi. Shunday guruhlar bilan bir qo'shilishib olgan. Anadan keyin qag'inlashib ikimiz deyishib olamiz, fursat chiqchimi?
Agar anda bo'lmay qilib qas azroq shap yurib qo'y, menda azroq tuyuqsiz anda xabarlar bo'lsa, o'yinib ketirash bo'lsa, mandaroq o'tirib anglab bir taraf qilgan masalalarni. Rahmat. Shu tapda yurgim sep ketib bordi mening. Yurgim sep oldirib hayajonlansamlam, yurgim sep ketadigan bir ish va naqshini anglabla yurgim. Men dastlabda naqshining ismi e'lon qilingan vaqtda ey yana Aygul Malim o'ziga tava adamdan birini e'lon qilib oldi deb o'ylagandim. Menga agar fursat kelsa, men o'g'itadigan narsani Aygul Malim deb o'tdi o'rganib popdi. Lekin menda tajriba bor, mol savoq bor, anadan yetarlik baza bor menda-ku. Siz xizmat topirma degan gap nima? Muhim bir ish-ku bu. Agar buni unda nocha ovoz bilan naqshini aytib, buni tovarga aylantiramsa, yana bo'lmaydigan ish. Bu to'g'ri gap. Men o'zim yetakchi bo'lib, kam qolgan yerlarini to'liqlab, tarbiyalab chiqib ketib, tang o'ginib, birlikda men o'gindigan narsami bor ekan sizda va men ko'rsatadigan yo'lmi bor ekan. Shunga mening gruppamga kelishingizni umid qilaman. Bizda azroq iqtisodiy gaplar alishyotamlar ya. Ben axir gumpini chiqarmoqchi bo'lardim. Janoza demakchi o'g'ini. San'atni o'qitadigan iqtisod. Bu naqshini haqiqatan bek chiroyli o'rnab berdingiz. Bu Chungoy Sulyanto degan naqshini butun xalqaro konsertlarda shu yuqori ovozliq naqshchilar o'rindaydi. Endi bu naqshini xuddi Abdulla Kamil Memjakam o'xshash aksi tekstin yozgan, endisi muzikasini ishlagan. To'g'ri. Onun ustiga buning tekstida video mare quante bello. Qarg'ana dengiz nima degan go'zal. İtalyanca bilsiz ha? Bek biladi. Bu ablisin zarlıqlardaki güzellikni, havadaki güzellikni, bu Sulyanto degan ne? Şu İtalya'nın Napoli degan yeriniki bir kichik bir bazarı. Muşu bazarınki güzellikini, yurtqı bo'lgan sig'inishini, yurtninki güzel joylarini ifodalayotir. Bunun teksti bek güzel, melodiyasi bek güzel. Shuningga bu naqsha butun dunyoga tarab ketgan. Hamma allada, hamma insoniyatniki shu mayli opera kechiliklari bo'lsin, mayli bir katta shunaqa yig'ilishlar bo'lsin, hammasida mushu naqsha borchu. Birinchidan asarni bek yaxshi tanlabsiz ukam. Lekin mushu holatga kelishga o'qituvchi ustozlarning bekchiq qon tari, bekchiq amgaki sing'idichu. Unisi bu kasb hargizliqi 1 yilda yoki 2 yil bilan ugunvag'il bo'ldigan narsa emas. Buni bir umr ugunimiz, bir umr egallaymizchu. Bu kasbni. Demak, o'g'lingiz yana biz uydigan narsa. Endi oldi bu endi oldi. Shunda yaxshi o'rnab berdingiz. Mishada men bir o'quvchini biz mushundaq bir tarbiyalab, mushundaq bir sahnaga chiqarish, mushundaq bir holatga akilish bu bek tas ishchu. Ham sizlar balla boshqa nima demoqchi bu uni o'ylab qo'yinglar dema, gap anglab o'tmay. Ya endi bek deb ketdi. Ajib ko'zini tutmaslar ketdi. Davom. Kichikda bo'zaq qilyapsizlar jumoat turasizmi? Endi men mushu munosabat bilan Abdum rayonimizda ham mushu ichki o'lkalarda o'zininki rolini joriy qildirayotgan, ham bir umrni, vaqtini, butun amgikini mushu o'quvchilar uchun sarf qilayotgan bizningki Zaynsa Ablat ustozga, Nurgul Aysa ma'lumga, Sayyara Abbas ma'lumga, Ayshigul Muhammad ma'lumga ham Hamraygul Abduqodir qatorliq mushu ma'lumlarga men chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Shularning tinimsiz amiki ajri bo'lganligi uchun sizlardek mushundaq mayslar o'sib yetilyotdi. Ham mushundaq hammamizni hayajon sog'idek, hammamizni tasirlantirgudek, to'xatlarimizni o'rlatgudek mushundaq bolalar chiqyotdi. Men shunchalik so'yindim. Rahmat qildim sizga. Endi başdan yana men kiramda. Tamam oldu. Ma onda tushuntirib berib qo'yayda bolalar. Ma ovozni oldinglar. Gerçi Sorrento'ga qaytish degan naqshni aytgan bo'lsa-ma, masalan, mushu naqshni muvofiq qara. Eng zamonaviy uslubda aytish mumkin. Mushu ovozdan foydalanib boshqa uslubda naqshni o'rgatishinglar mumkin. Mening emaskan, menga tava emaskan, hargizda o'ylamanglar. Men unda o'ylamadim qara. Menga tavakkal deb o'yladim qarasan. Lekin bugungi naqshni tanlab to'g'ri qilibsiz. Qanday desangiz, Abay degandek bir o'qigan kasbimdan bir xulosani qilib qo'y. To'g'ri. Mushu naqshlarni mushu musobaqalarda aytsam xalq yaxshi ko'ramdi. Yaxshi. Dunyoda deb kelyotganimizdek
san'atning chegarasi yo'q. Yaxshi asarlar mayli biz tilni bilmayli, bilayli, yanada yoqidiki qarang. Shu bu asarni tanlabmi yaxshi qilibsiz. Bundan keyin degandek boshqa tarafdan taraqqiy qilib boqaydisangiz, uni imkoniyat bor bo'pti. Hamma bolalar sizga qizg'in. Bolalar sizni tanlashingizga keldik. Rost yaxshi. Aşağı keldikmi? Aşağı keldik. Başqa fikrlaringlar yo'q ya? Degilikni deb bo'ldik hamda. Xo'p, 4 yil muallim bo'ldi. Ko'nglingizdagi gapni danga. Ya rost bu ma'lqa o'ylagandikidan o'xshamaydiganlar bo'lib qoldi hozir. Shuning uchun biz ham ma'lum tasdiq qildi. Hech kim bo'lmaydi. Hech kim xafa bo'lmaydi. Hech kim seni ummaydi, tilmaydi jumaki. Yaxshi emas bo'lsa, xalqimiz uni cho'qim yaxshi ko'rdi. Har qachon xalqning yurkiga tegidi. Shunga siz o'zingizga ishining. Sizning oxirgi tanlashingiz Qaydu yürüşlük tetikkulları. Öğünge berip, sandıklı ekip, moçanı koyup, koçanı elip, basağa berip, tartıklı elip, saklapanını sundep, tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, ken işim mihmalla desem, kola bulam şunda bulam, dep bulap, ece koçkendey. Kola bulam şunda bulam, tartık kola. Mömincan ablakam. Qarşılama. Mahirimiz Yar Muhammed Mehmet, Mömincan Abdikim El-Nuri grupsiga tanlandı. Hayajonlanmaslikqa nima bahanimiz bor deysiz? 4 muallimning hammasining yoqtirishiga erishish u odatga saviya va oddiy natija emas. Xalqaro uslubdagi bu naqshlarning sahnimizda julalangani bizga bir xo'shallik. Bu ham madaniyatlar o'ttirsidagi almishish. Men mush qatim 4-qatimliq İpek Yol programmasiga qatnashib, o'zim xohlagan, ya'ni Aygul muallim tanlayman deb kelgan, biroq bu qatim hamma ustozlar o'rilib men shunda hayajonlandim. Bu qatim buning qatnashib, boshqa ustozlarning fikrini epish uchun oxirda yana Mömincan Abdikim ustozni tanladim. Bundan keyin hamda mush ustoz bilan birga menib, texm o'zimning mushu uslubimdagi naqshlarni Mömincan Abdikim ustozning naqshlarini mush o'zimning o'rgangan go'zal ovoz uslubimda o'qib texm tirishima. Yar Muhammed inimiz Dünya Yuqori ovoz cho'lpini Pavoludi ustozninki naqshdan birini olib kelib, bizga nihoyat go'zal bir tuyg'uni ato qildi. İtalyanca bu naqshning o'rinishi jihatdan bo'lsin, mahorat jihatdan bo'lsin, birinchi misrani aytish bilan tangla yurakka tegib, mening badnimda bir xil jo'g'jo'g hosil qila oldi deb ifodalayman buni. Nihoyat yaxshi bir ta'sir berdi. Mushundoq uslubda naqsh aytadigan ovozlar bizning guruhimizga kerak. Ham men o'ylayman, İtalyan uslubida aytilgan bu naqshida ki Yar Muhammedning bu ovozi güzel ovoz uslubida yaxshi tarbiyalangan, sistemalik tarbiyalangan, yetaklangan ovoz ekan. Endi bu ovoz cho'qim bizda tovarga aylanish kerak, marka bo'lish kerak. Shunga menda bir xil mushu inimizga yordamchi bo'lib, yetakchi bo'lib, ommabop uslubga singib kirsak, qandoq natija erishishimizki deydigan bir qiziqish, istak paydo bo'ldi. Shunga o'rildim va bundan keyinki mayli musobaqa jarayonida bo'lsin, mayli bundan keyin musobaqadan keyin bo'lsin, cho'qim bu inimiz bilan yaxshi bir xalq yaxshi ko'radigan naqshlarni o'tirg'i chiqarib, o'tib chiqishimizga ishonchim bor. Adaş erta yurt qaytaydigan, shu nima ilishni bilamadim, nima olsam bo'lar. Adaş men Al-Nuriniki bug'doy qor o'nlarini ag'ash bera, cho'nglar bak yaxshi ko'rdim. Ha, o'g'im bog'day adaş. Endi biz Gülüm deymen degan naqsh bilan başlasak qanday deysizlar vallah. İsmim Mahmudcan Mehmet, o'zim Aqsudan keldim. Men bir ma'rifchi oilasida tug'ilib cho'ng bo'lib, meni kichigimdan shu dadam dutta chaldi ekan to'q. Men shu tug'ilib aqlimga kelsam, shu dadamning chalgan duttalarini, naqshlarini anglab, shuning ta'sirida bara-bara menda muzika o'jarisi yetildi. Keyin maktab o'qish jarayonida
kurcuklar bo'lsin, fəaliyyətlər bo'lsin, aktiv qatnashib shuningdan nurg'un mukofotlarga erishib, menga texmi ilhom bo'ldi. Orliqda men maktab bitirgandan keyin o'zim emas bir kasbga kirib qilib, keyin men yana shu yuragimdagi o't to'xtamay, keyin shu kasbga yetilgan ustozlardan nurg'ulg'an bilimlarni elib, hattoki shu bilimni elish uchun men klublarda shu haqsiz ishlab turib, shunday nurg'un jafo mushaqqatlarni yengib, menga hozir shu izchil naqsh o'qiyotgani 15 yil bo'ldi. 15 yil jarayonida men nurg'ulg'an ijodiyatlarni qildim. Shu naqsh kasbida menga olganimdan o'zim nihoyat xursand. Bu daqiqatimmi shu programmaga men o'zimning ijodiyatini olib keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Ximiylik qo'shilmadan xoli bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz ham ashyodan xoli, ozuqli kuyishdan xoli, al nuri 5dan xoli, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Gülüm değmem, ya gülni üzelmeymem. Yar sana küyüp durup, yar bulup jürelmeymem. Yar sana küyüp durup, yar bulup jürelmeymem. Ne diyarım, arimiz şirakandım. Kütüp durkumma göz yarım, yürekkeş medi sendim. Kütüp durkumma göz yarım, yürekkeş medi sendim. Canan değmen, yar sensiz sürelmeymen. Senindir başkası gelsen, bəxtimni tapalmaymen. Senindir başkası gelsen, bəxtimni tapalmaymen. Gülüm değmen, yar sensiz jürelmeymen. Meylimni üzüm aldım, hiç kimni süyelmeymen. Meylimni üzüm aldım, hiç kimni süyelmeymen.
kimni suyalmayman, hech kimni suyalmayman. Hop, mübarek olsun. Hazır özünüzle tanıştırıştan başlayın. Yaxshi bizlar ekran oldidagi ko'rarmanlar shundoqlar bog'lig'ichi ustozlar men o'zimni tunishtirib o'tsam men Oqsuv viloyatidan keldim. Ismim Mahmudjon Mamat, kasbim naqshi muzika. Xo'p, ustozlar. Xo'sh. Mahmudjonga men aylandingiz. Aylanib ketdim. Mübarek olsun. Bunda işler izledi. Urunduq buzduk qanmı? Ama Mahmudjon, men javoblar. Mahmudjon sel jiddiylashuv var. Ama o'zining ovozini aytib bir xoslikma bog'lig'ini his qilib turibdi shuningga. Darhol o'rilib Mahmudjon inimni o'zimning guruhiga tatay dedim aka. Xo'p. Mahmudjon bu ijodiy naqshmi yoki o'zimning ijodiyati. O'zingizning ijodiyati uchun. O'zimning. Bu naqsh bek chiroyli yozibsiz. Rahmat. Ham bek chiroyli aytdingiz. Men bu o'rilay degan. Lekin bu naqshini anglasam meni tanlamay tanglik sep qo'ymaymish inimni. Usal qilib qo'ymishsin dedi. Toshmamat ustoz o'rilgandan keyin aqchan shu tangliksizlar bir o'kyasin deb o'rilmay qoldim. Lekin naqshi bek yaxshi, ijodiyatmi yaxshi, yaxshi aytdingiz ham. Naqshimi bek yaxshi, muzikami shunda yaxshi ishlanib ekan. 5-yilda yurakka tegdi muzikaning boshlangan. Bu naqshini shu bu yil 2020-yil oldingi yo'qim mazgil uyda o'tirib, shu chaqda bitirib chiqqandan keyin uyda o'tirib telefonda muzika ishlaydigan bolalarni deyish bo'lib, men ham tayyor qilib chiqqandan keyin ham emisini suratga kelib taqdim etgan to'rga. Bu daqiqadan shu asrimni keldim. Musikanın güzelligidan bizni taqozo qilyapti, u shunchalik go'zal melodiyalar. Toshmamat muallim aylanmagan bo'lsa, men aylandim. Zoya ketmasin deyman-da, yaxshi, o'zi yaxshi. Ustoz tanlaymi deb avara o'qib qolmasin deb. Yo'q, hargiz. Rahmat. Agar shu tanlig'inlik kelsa, tortinmay bunu dekin. Lekin menimcha bu Toshmamat ustozning o'rilgini ham shu Toshmamat ustozga shogird bo'lganingiz menimcha night intayin muvofiq, night yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Biz hammamiz qo'shildik demoqchi. Kichigimdan shu hammanglarning naqshini anglab cho'ng bo'lgan, hammanglarning uslubidagi naqshlarni menga hozir 15 yil bo'lib qoldi. Ben kichik chiqqan hammanglarning uslubidagi naqshlarni sekinda o'qib baqdim. Biz ham shu siz degandek Toshmamat ustozning sizni yaxshi tarafdan yetaklab ketganligiga ishonamiz. Ishonchimiz bor. Hozir hamda Toshmamatning sizga yana boshqa bir talab fikrlari bo'lsa anglaymiz. Inim bilan mening guruhimda nihoyat yaxshi hamkorlashib ketalaydiganga ko'zim yetdi aka. Shuningga shu inimni men o'zimning guruhiga chaqirdim. Qag'inni yana o'zaro to'liqlab ketamiz. Ketib berib deyishim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yo'l uzun. Xo'sh. Can değmen, canan değmen, yar sensiz sürelmeymen. Mübarek bulsun. Mahirimiz Mahmudjon Mamat, Taş Muhammed Batur, Aylin Az grupsiga tanlandı. Sizning arzuyingizga yordam berish uchun siz uchun o'rildi. Arzuluq odam armonga yetadi. Chunki uningda siz kabi tirishchanlik bor. Toshmamat ustoz meni tanladi. Naqshni ijro qilishimda men 40% deb o'yladim o'zimning ijro qilishni. Yaxshi taklif fikrlarni berdi. Nihoyat yaxshi oldi deb. Unisiga men ijodiyatimni chiqdim emasmi? Ustozlarning men ijodiyatimga bergan bosim shunday yaxshi bo'ldi, xush bo'ldim. Bundan keyingi xiyollarim Toshmamat Batur ustozning guruhiga qo'shildim. Keyingi san'at hayotimda ustozimning bergan darslarini vaqti-vaqtida o'rinlab, texnik tirishib, bundan keyingi hayotimda san'atning xushbiroq hidlarini izchil so'g'itishni o'yladim. Gülüm de degan naqshini o'rindadi. Hemen naqshi tamomlangandan keyin bu inimizga o'rilib qaragandan keyin bu inimizni shaklini ko'rib, "Ma inimiz kel" dedim, chunki bu inimizga ko'p shakllarni ko'rgan. Men o'rilgandan keyin bu inimizligini bayqadim-da.
Ama bayqamay turib naqshi anglashidilla manga bergan tuyg'usi shu deyamdi. Xeyli ko'p sahnalarni ko'rgan bir mana shunday bir bejarat bergan bu inimizning o'rinishi. Mana bu inimiz nima endi men mush grupamda texmi yaxshi o'zimning bor kuchim bilan yetaklab, texmi yaxshi bo'lgan yangi natijalarni yarata olamiz degan menda ishonch bo'lganligi uchun Mahmudcha inimizni o'zimning grupasiga tanladim. Adaşma şu uzun yıllardan beri hem nakşe etip, uyum koyup, acımacı bir pul hesap kıttım edigine. Şu an bir darak öye koya degen sen bir yaxşırak öy setiş orunu tavsiye kılsam olur. Adaşmış Ayın Nazgır oyunun Ayın ordusu öy taraqqa çekiş şirketler alaqlışı öyrleşmesinden en tez suratlar kıttım. Rasma? Bizning bu qadimgi mayirlarimiz albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mayirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mayirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mayirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mayirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mayirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnashgan mayirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. Endi biz ayrilish. Ben Abdığını Yasin Yaken'den geldim. Kichikimdan naqshi muzika bo'lgan o'tdek ishtiyaqim bunu sahnaga ilib keldi. Men kichikimda dadamning yetaklishi ostida naqsha duttachilishni o'rgandim. Anoniki kang ko'rurmanlarga yaxshi bir zo'q bag'ishlay olsam bu men uchun cho'ng bir sharaf. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Ata meyleti çilerge
dadam aydek anam gul anam ketdi barsa kelmez seferge ketdi Düşlerimde küreymen şümge kirgin şümge kirgin ana sen oğlum da benim gelgin yenim Tağdek dadam, xan dadam, aydek anam, gul anam ketdi. Barsa kelmez seferge ketdi. Barsa kelmez seferge ketdi. Sen nimde adamı kokutsa? Baldırak kımaymışsın. Nakşın kırkıttın aka. Sizler malımla kırıp çıkıp durulacaklar. Anlap nakşın kırkıt kaptılar. Hop balam. Yaxshimsizlar. Mening ismim Abdug'ani Yasin. Yakandin keldim. Mush fursatda shu men uchun o'rindiq aylantirgan Tash Muhammad ustozga olamchi tashakkur, rahmat. Yana o'z navbatida bu naqsha o'zim yozgan ijodiyat naqshi edi. Teksti, muzikasi. Men asli bir naqshchi akash uchun qilib bergan bu ijodiyatni. Amaliyot mening onam bor, lekin dadamdan baldurlar ayrilib qolgan onam bor. Bu naqshidagi tasvirlangan iddia ota-onasidan baldurlar ayrilib qolgan bir iddiyani ifodalaydi. Shu musobaqa ehtiyoji bilan mush naqshini tanlab qoldim. Mush fursatda onam uchun uzun umr tilayman. Mush musobaqa kelishdan burun men uchun madad so'zlarini tilagan urug'-tuqqanlarimga, do'st-yoralarimga, yo'lliq tutgan shu aloqain do'st birodarlarimga yana bir qitim oliy rahmatimni bildiraman. Rahmat. Pulni xiljaq etkapsan. Bu enimni men tuniydim. O bek bilen bolama o. Muzikini bek bilen çaldıgan bolma. Bu o'zi ashu yakandir talash tatish o sorun naqshaydigan yigit o'xshaydi bu qarg'an. Ya bu bek yakandir bazirva bolma. Mana bazirva bolma. Bugun ko'mamsa ovozi charchab ketibdi buning bek. Bek charchabsiz kan. Kundamda mash musobaqa uchun sal qancha kundan buyon shu yotoqda to'xtamay to'lab bek aylangan ba shunda aşı yetkizmekçi olgan aş fıraqlarını bir yere bağmay turib tugab ketib bardi. Bu kimdi bu deb o'tgandim men. Siz o'zingiz mana musobaqadan burun 10 kun burun gap qilgandingiz qatnashadiganligini demagan a? U vaqtida bir tenkash muzik so'rab gap qilgan. Yana bir akam sizning bexabar degan naqsh aytmoqchi ekan to'q. Shuni so'radim hamda musobaqaning adil bo'lishi ham o'zimizga bir bo'lgan ishonchim o'ryalaymanmi yo'qmi degan bir iddiada. To'g'ri. Ko'rdingizmi? Bizning hozir qiz yigitlarimizda shunday bir ruh bor. Hamda Mo'minjon muallim agar sizga 10 kun burun telefon qo'ygan bo'lsa bu yaxshi bo'lmaydi. Qatnashdim demidi faqat. Bu yoshlarımızdan mushur o'yini biz nihoyatda qo'llashimiz kerak. Taxim rag'bat berib, cho'qim o'zimizning o'z qobiliyatimiz, o'z ta'rimiz bilan men zodi nimaga erisha olayman yoki nima yarata olayman. Bu ruh nihoyatda muhim. Bizmi sizdan o'ginimiz. Xo'p, biz Tash Muhammad muallimning bir ikki og'iz gapini anglaylik. Abdug'ani ukam. Xush kelibsiz. Men naqshini anglab bunda palampay shekillik bir-birlab ras abay degandek sal diqqat qilmasam poyez kechikib qoldi chiqatga.
ishki yipilay degandili men mana shu ishkini berib oxirdagi bir salla kechiksan poyezddan ishga yipilib ketadika men qulamni bir yerlarim tuydichu mening bir yerlarim tashlab bilib qolaman hamda abdug'iniki bu yerda asarni qanday o'rindig'ini to'g'risida ko'p deyishmaymiz hamda deyishadigan fursat jiq bo'lgan ekan ko'nglingdagi ikro orqali deydigan so'zlarni davatdiq abdug'ini amisa abdug'inini guruhimga yondirib keldim bularga akitib olamiz hozir vaqtida issig'ida bu jafota jiq naqsh etibdi bir kun naqsh etmay damasin endi Düşlerimde küreymen Şümge kirgin Mayırımız Abdug'ini Yasin, Taş Muhammed Batur Aylin Az grupsiga tanlandı. Demakchimizki, bundaq yaxshi asar ijod qilgan kishi uchun emas, hammamiz uchun tang bahrilanishga tegishli narsa. Shuni biz yaxshi ijodiyatchilarga, yaxshi kuychilarga hurmat bildiramiz. Sizdan mas'uliyat tuyg'usini his qildik. O'zaro his qilish sizga o'rindiq aylantirdi. Keyingi bosqichda ko'rishaylik. Bayam sahnaga chiqishdan burun kayfiyat shunday yaxshi sahnaga chiqib, hamda cho'ng sahna bo'lgandan azroq jiddiylashib qoldim. Lekin shunda adima naqshamni shu kuchimning barcha eng yaxshi holatda yetishga tirishdim. Balkim necha kundan beri ovoz charchab hamda musobaqadan burun necha mashq qilgan bo'lg'ach ovozlasa charchab qoldim. Yuqorida mahorat ko'rsatgan mayirimiz Abdug'ini Yasin ota-ona muhabbati tasvirlangan bir yaxshi bo'lgan naqshini ep kelibdi. Naqshini o'rindash jihatdan bo'lsin, muvaffaqiyatlik o'rindadi. Men o'rilib bo'lgandan keyin bu inimizning bayonidan ham bu inimiz o'rindashlarimiz ijodiyat sifatida obdan tirishayotgan inimizga. Shuningga mushtaraflardan o'rinlash, mushtaraflarni ko'z tutgan asosda men bundan keyin guruhimda texnik yaxshi bo'lgan asarlarni ro'yobga chiqara oladi degan ishonchim bo'lg'achqa bu inimizni o'z guruhimga qabul qildim. Yepak Yol Sadasi programmasi o'quvchilarining to'rdagi bevosita tarqatishni ko'makchi bo'lsangiz, yaqiningizga Badam Abditalni tushiradi. Hammamiz sizni Badam Abditalni saqlaymiz. Qaydimizda yemeklik ve tetkik sahasida sarkardilik rol oynayotgan Şinjan Qaydu yemeklik çeklik mas'uliyat şirkati mayırlarımızga omad tilaydi. Çekilgen sürcük yürekler Yar soğusu saklağlı mengü kalbimde Hatirendir saatin sol kol bilekte Ah dimikrin tomurdum otluk yürekke Unutilmaydı şu günler mengü esrime Unutilmaydı şu günler mengü hatire Unutilmaydı akide verme hatime Unutulmaydım şu yaşlı mengü eslime Tağ seylige barıptım Sayram kölige Bilis bitli minnettu Kızlar keynide Garmun gitar tenkeştur Mumluk köylege Halli güzel eslime İsil dilekler
Silinganda yedingni otluq nefesler Unutulmaydı şu günler mengi eslime Unutulmaydı şu günler mengi habire Unutulmaydı akide verme hatime Unutulmaydı yaşlı mengi eslime Unutulmaydı şu yaşlı mengi eslime Rahmat. Hey, ustaz rahmat. Xeyr ustaz. Yana Koreyaning kinosida oshchi beshi degan bir gap bor. Naqshi beshichi. Bu sahnaga qanday bu ko'may chiqib qoldingmi aka? 4-nji qitimliq İpek Yol sadası qatnaşqanligi uchun intayin xursandman. Shunda xo'shib ketib barman. O'zimning eng yaxshi ko'rgan bir naqshamni ep keldim. Ya alamat naqsham bu naqshini sizlar bilasizlar balki. Nayt bo'ldi. Bu qanday naqsha desam, mushu Dilshatkamning o'zining ijodiy ahongi. Usqiniga shunda tushganda. Usqiniga o'zini. Tekstlar shunda moslashib ketgan mana. Bu naqshni velosiped minib degan yerlarga. Qizchaqlarni qo'llab Shu bizning bola vaqtlarimiz. Şu vaqtlar insanlar da hammasi o'zining yosh vaqtlari, bola vaqtlarida bir bo'lgan bir eslima bo'ladi. Uzundan beri mushaq bir narsani o'ylab kelganman. Kep shu melodiyasini bir 5-4 yillik o'ylashdim. Axir qarasam shu ammo boproq biraz yetishqimi aplik undaq bo'lib chiqdi endi. Shu tekstini zakaz qilgan. Dörbüjünde bir Qurbanjonda bir bola bor. Shu bolaga zakaz qilsam, aşı zade Nah, kelib tushgideklar yuzib kelibdi. Uni bırakıp tahrir. Bir yılın beşide taqatqan bu naqshni. Nimsi xil yaxshi bo'ldi chiqib. Voy, yaxshi ko'ramiz. Mana bir bu akamninki shu yosh vaqtlarida besib o'tgan qadamlar, obyektlaringlar bor vaqt deydi-ku. Shu hammamiz shu obyektlar. Ko'z oldimiz Mispini daraxtlarga yuraklarni o'yib u vaqtlarda. Hamda mahallalardan qarab, tamning sho'rlardan qarab, mana hozirgidek onda uddul emasda. Hozir vaqtlar bizning shu zamondagi shu bizning yoshlarning turmushini bir ekseltiradi. Hozirgi bolalar kiyaz vishin qilatdiq deb yozgandik. Hozirgi bolalar telefon vishin malachar xogo. Malachar. Ya haqiqatan turmushning o'zida bizlar sal cho'ng bo'lganda bizning aqllarimizdan beshni o'tgan ishlarda bu. Naq shu tekstni anglasa, naqshni anglasa bir kino ko'rgandek bo'ldi. Oddiy tushunishlik til bilan yozibdi. Tekst yozgan odammi sizlar bilan demaklik bo'lish kerak. Bizning kichkina kichik. Ulgurib ko'ribgan bilayman. Shunda yaxshi aka rahmat. Bugun bizni qo'llab kelsa. Ma'qul rahmat. Nima deymiz? Rahmat aka, xush bo'ldik. Rahmat. Programmalarning texnik jonliq, texnik rangdor, texnik utuq bo'lishini umid qilaman. Rahmat aka, rahmat. Nazar sab qo'ygan juma aka bizlarga. Valla endi mushuva kelersenmi? Benim ismim Faxriddin Mehmet. Gumudan keldim. Müzik ma'rif kasbida o'qiyman. Kichikimdan cho'ng dadam, cho'ng opamlar naqsh aytib, mening opam musiqa o'qituvchisi. Shu sababdan men shulardan ta'lim olib, ichimdan qiziqib, shu san'at o'rganish xayoliga kelgandim. 3000 dan ortiq odamning ichida 100 dan ichiga kirganligimni anglab, beshida men ishonmagandim.
Lekin iç-içimden bek hoş oldum. Uydagilar kichikimdan mayli iqtisodiy jihati bo'lsin, mayli kasb jihati bo'lsin, har qaysi jihatdan meni qo'llab-quvvatlab, mush kun kelgan, shunaqa men ularga bir javob qaytarish uchun mush programma qatnashishni niyat qildim. Mayli oxirgi bosqichga borolmasam-mu, o'zim yoqtirgan naqshini sahnada yaxshi ifodalab aytib olsam, men mushuningdan bek xush. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mayırlarımızga amet tilaydi. Big'imda bulun bulsam, meni deb gül terarsan. Big'imda bulun bulsam, meni deb gül terarsan. Önümni anlasam yayrim, meni deb berkilersen. Meni deb berkilersen. Önümni anlasam yayrim, meni de berkilersen mu, meni de berkilersen mu. Sığınsam bir gülüm var dep, seni bağlardım izleymen. Yüreğim küsüm meyli, pakatla sen uzdayman, pakatla sen uzdayman. Yüreğim küsüm meyli, pakatla sen uzdayman, pakatla sen uzdayman. Çırağımda zaman derman, desen kimsen senem derman. Çırağımda zaman derman, desen kimsen senem derman. Uçamga keyginim canda, seni izlep kalan derman. Uçamga keyginim canda, seni izlep kalan derman, seni izlep kalan derman, seni izlep kalan derman. Yaxshimisiz ustozlar, ekran oldi ko'rilmanlar. Mening ismim Faxriddin. Xotan Gumurdan keldim. Ishim 20 yosh, muzik ma'rif kasbida o'qiyman. Ha. Mushayda o'qib yetibsizlar-da hozir. Ha. Unda o'z tepshivog'idakmiz valla. Endi tepshivog'idakmiz 20 yoshgan. Ovoz bak yumshoq, siliq ovozga. Bunda ovozda odamning qulog'iga aytib yaxshi, chiroyli, mo'nliq anglandi. Turoqlar, texnik talab qiladigan joylar bak nurg'unki. Endi nihoyat mo'nliq anglaydigan, ana ustiga tekstlar nihoyat yaxshiki. Biroq shu sening mush naqshidagi egizlik chiqqan o'rningda ishtiqlar alqib o'tib ketadigan bir joylar bor ekanda. Agar shu naqsha musobaqa uchun alohida tayyorlangan bo'lsa, kichkina bir
o'zgartirish qilib shu o'rinda ustozlarni ta'sirlantiradigan eng yuqori ovozlarda masalan bir oz turish kerak kajimi mandala olib o'tib ketmay shu sening yuqori ovozingning zodi qanchalik ekanligini to'g'ri uqolmay qoldi ekan manda bo'lgancha ishtiqli o'tib ketib qoldi bu narsalar nimishqa deganda bundan keyin balkim ustozlar o'zining talabi bilan tarbiyalaydi nurg'un qiyin naqshlarni berdi shuni o'disidan chiqalamda chiqolmamda deb bular shuni o'ylab qoladiku deyman shunga inlarim singillarim musobaqaga bu kelar qatim tayyorlik qilganda cho'qim bir oz bu shundoq yaxshi naqsha hargiz yaxshi emas musobaqaning xarakteri boshqacharoq shu musobaqaga loyiqroq biroz o'zinglarning hamma aloyidliklarini gavdalantiradigan boshqalarning qoyilligini qo'lga keltirish uchun shu naqshlarning qiyinlik nuqtasini yuqoridagi eng hayajonga soladigan nuqtalarni bir oz gavdalikroq qilish kerak o'zgartirish kerak ozroq lekin bu chiroyli bo'ldi mana naqsha chiroyli aytildi asli bo'yicha aytildi endi sening yurak so'zingni anglaylik mening yurak so'zim men shu programmaga qatnashimda bir ustozni maqsad qilib kelgandim endi to'liq afsus tanlamay qoldim lekin endi shu programma qatnashgan o'quvchilar orasida ishim eng kichigime o'xshayman shu shuning endi buningga bek u ko'nglim yerim bo'ldigan yo bek mayuslanib ketadigan yana mushta bir sahnaga o'zim amroq naqshini bir ich qilib oldim hech bo'lmasa ustozlar bilan ko'rishib endi shuning men bundan keyin davomli tirishib mayli dadam opam cho'ng opam bo'lsin shularni bir kishi hammamiz shu muzika bilan shug'ullanib shuning meni qo'llab quvvatlagan saboqdoshlarim bo'lsin do'st birodar og'aylar har qaysi ustozlar ammo naqshamning muzikasini akkordlashtirib bergan murodjon muxtar ustoz shularga cho'nqur rahmatimni bildirib olsam bo'ldi sana rahmat naqshanga rahmat kelar qatimda shu musobaqa sahnasida hozir tajribalarni yakunlab yana bir kelishingni umid qilamiz sag'am ma'qul ustoz Mahirimiz Faxriddin Mehmet bugün tanlanolmay qoldi. Afsus deyishning o'rni yo'q. Mushu sahnamizga yetib kelishingizning o'zi siz uchun bir g'alaba. Siz g'alba sahnasida orzuyingiz qanotlangan yurak tevishingizni biz bilan o'rtoqlashdingiz. Siz yanada g'alba qilg'uchi, qanotlanayotgan qush, bix surayotgan maysa, parlagan qip-qizil quyosh. Ben bu qitimliq İpek Yol Sadasi programmasida gerçi tanlanmagan bo'lsam-mu, bundan keyingi san'at hayotimda tiximi tirishib, tiximi cho'ng natijaga tirishman. Bu qitimda tanlanmadim, lekin keyincha yana tiximi ko'p program qatnashib, o'zimni talantini joriy qildirgan sahnalarga chiqib, o'zimning san'at hayotida cho'qim ut qozinaman. Bugün bir do'stim yo'qlab keladigan, beni setib qolgan. Neme'li berishim bilmayapman. Qara, jiq narsa ishim ochdi. Bir tashqi kelingda qo'yib ishimni qilib qo'saman. Ben mushu odamni yo'qlash qara yaxshi mushu. Ay mushuni apray. Jo'q ishim qilib o'tirib ketmoqchi qilaya. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qitimqi programımızdan tajdarlıqını aldı. Bu şirketki minnettarlığımızı bildiriş bilen birge bu programımızı Şinjan Aylınaz Guroyi alayda talep qilgan sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Bu programımız bilen Şinjan El Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyat Çeklik Şirketi stratejilik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guroyi Tartuq yurishlik qo'nalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'rsatuvchisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida ko'ra olasiz. Adash sen qaysi atirnishsan inda xush biroqlarmi? Ya, atir chashmadan kiyimimga. Hozir Zaira kiruvchi ishlatgan, shuning bir o'xshaydi. Qancha bo'ldi ekan? Voy, buni sotmaydi ekan. Zaira unumli kiruvchi javrini birini sotib olsa, shu kiruvchi yo'qligini birini bayda qara. Mana
Onda da. Sen bir berip apamam sen taxsan bağlayıcıma. Hürmetlik inilerim, singlim, biz emisi hazır elaqi naqshchidan birini taklif qilaylik. Hello deydigan bir naqshchi aka. Ben Ürümçi'den kelgen Mahir Malik Tursun. Kiçigimden başlap muzika ve naqsh etishni shunchalik yaxshi ko'raman. Hem davlat tili ve chet el tilidagi naqshlarni texim yaxshi o'rindiy olayman deb qarayman. Naqsh etishdan boshqa men badan chiniqtirish, top o'ynash ve suv cho'milishni yaxshi ko'raman. Bu sahnaga chiqish maqsadim o'zimning amaliy kuchimni sinamoqchi uchun hem İpek Yolu sadasıga çıqalğınımdan intayin hoş oldum. İpek Yolu sadası mening bundinki san'at yolumning bir başlash noktası bo'lib qilishini umid qilaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, and then I wonder what you do. Man, are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? And tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying, and I love you. Yaxshimisiz. Qanday bo'lingiz? Bek temtirab ketib boryapti. Ya, to'xta, o'zing besib oldi. Çeliçidek balık kendisi. Benim ismim Malik Tursun. Ürümçi'den geldim. O'quvchi. Kichigimdan shu naqsh etishni shunchalik yaxshi ko'raman. Malik, Ürümçi'den qayerda uy? Uyim nimada? Nongdada. Nongdada, ya. Hozir o'qiyotgan maktab qaysi? Ben nimada o'qiyapman? Tendada o'qiyapman. Ha, kasbchi. Şinjan Guanli. Wow, başlık Memuri başkuruş mu? Memuri başkuruş ha? Ha, memuri başkuruş bu başlık oldu ki. Unda olganda bak xoşallanarlıq bir iş yüz bədi ya. Naqsh etib o'tib bunda qarasam ekranda. Aşağıya kelganda şu chiroyga shunda chiqdi-ku uni. Bir xotirjamlik chiqdi. Ama xotirjamlik chiqqandan keyin tas qoldi-da bu ketib qoldi. Hayacanlanıp ketken bo'lsa kerak. 3 ma'lum sen uchun o'rindiq aylandik, ko'rdingmi? Ha. Davos biz shu ma'lumlarning fikrini anglab boqaylik. Rahmat. Malik inim men birinchi bo'lib aylandim. Bu naqshini men bek yaxshi ko'raman. Bu halqi qartalik naqsh ismi nimti? Lionel Rieke. Ha, Lionel. Ha. Bu xili ko'n naqsha 90-yillarning naqshi deyman. İntan klasik nadir naqsha. Men ta'sirlandim bu naqshdan. Ondan bir ishni men demisammo sal turib qaga ustozlar deydi. Buning gruppasida sana o'xshaydiganlar jiq. Ondan debcho. Demisam shundaq amaliyotdimi? Chunki men mushundaq uslubni yaxshi ko'raman. Ham o'zimni qiziqaman. O'zimni aytishni anlaşını yaxşı görme. Şuna muşdaq türdeki ballarını mening intayin qo'llash niyatim nayiti iniq o'zimning amaliy harakati bilan. Şuna men o'rildim, qolgan tanlash san ketdi.
Malik tushundingmi? Azroq tushundim. Menga kel deydi. Makacho, men o'quvchi bo'l dedi yig'ib aytganda, jumi. Xo'sh. Bu naqshini shunday yaxshi o'rnab berdingiz. Hello degan bu naqsha, hozir dunyoda ikki xil banbansi bor. Biri shu Lionel Richie'ninki, Mavlam Malim degandek, o'sha 1990-yillarda shunda dong chiqarib butun dunyoda olqishga erishgan. Bu odam, bu shaxs shu pianino bilan shunda chaladigan bo'lsa yoki bir so'zni hello deb bo'g'cha butun odam agishib aytadigan shunda qilqi energiyasi pek kuchli naqsha. Hozir hamda moda bo'layotgan Adele'ninki hello degan u naqsi. U ayir. Adash, qara. Motor batda qara bizning sadaviy bekal sadasini parchlab taqdiribdi. Ondan kelib biz ba'zan unda salonlar bordigina bizning bu shaxsiy filmlarimizni haqli qilib taqdiribdi. Qanday qilsak bo'ladi? Qanday qilsak bo'ladi deb o'tmay Shinjon Kamolat advokat o'rnini amal qilishmamdi. Ular qonun yo'li orqali odil haq qildirmoqchini. Shuni qilmoqlar. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca ön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, uzuqliq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri Ümit işençi bilen baskan kademlerim utuq menziliga yo'l ochgan edi. Bereketli kademlerimde men organ miyi işletilgen Ochil chash sopunini özümge hemra qildim. Ochil jismimda işenç nuru içildirgisi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hemroyingiz. Ochil organ miyi chash sopunlari. Ozoda oliy muhit, mazzilik taomlar, visol to'ylari, qutlug' astilik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Oylin oz guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, isilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu isil joy dal Oylin oz guruhi Tianshan Guli restoranidir. Oylin oz guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzga qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tortiq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lgan ya. Siz har chaq, har daqiqada pokizlikqa intilasiz. Jahil maydaqlari sizning eng chong bosh qaytimchiligingiz bo'lmoqda. Yangidan bozorga selingan Zahira alohida unumli yuyish javiri kiyimlardagi va oshxonadagi jahil maydaqlarni tez sur'atda chiqarib tashlaydi. 99% may chiqarish unumiga ega yeshil mahsulot. Maydaqlarni haqiqiy tushunadigan Zahira alohida unumli yuyish javiri. Fetvag'ichilarga Zahira kirish suyuqligi sovg'a qilinadi. Zahira Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy darajali kiyim-kechaklarni kesish tikish tajribasidan mo'lliqqa asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhitda uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan Obdatmechi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloq Peshko'chisi Sanshxonza Sibiy Sod sariy 6-qavat. Shinjon Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Vaa, yani şehrin temel kazan yürüyüşteki mektuplarımı bakan emesmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşka teklam şehrin, he? Şehrin tem yürüyüşteki mektupları, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki mektupları. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program guruhidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab o'qishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjon Aylinaz guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Shinjon Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyot sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Shinjon Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizchi bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Ipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin.
İpek yolu sadası, sevginin yok cezası. Hoşavazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası.